balg'amda qon borligi. Bu qanchalik qo'rqinchli mavzu, juda ham qo'rqinchli bo'lsa kerak balki. Chunki balg'am tuflab yurgan odam birdaniga qon bilan aralash balg'am tuflasa, bu qo'rqib ketadi. Bunaqalar ham bo'ladi. Nima deysiz shu haqida? Telefon qilib qolishadi, doktor kecha dori yozib beruvdingiz, balg'amimda qon chiqdi. Nima qilay endi? Iloji bo'lsa, shifokor ko'rish kerak-da uni. Qaysi tarzda u balg'am? Qancha miqdorda? Rangi qanaqa? Qatdan ketayotganini o'sha balg'amga qarab turib ham bilsa bo'ladi. Misol uchun og'iz bo'shlig'idan qon ketishi ham bor, tomoqdan ketishi ham bor, bronxdan, o'pkadan, balg'amdan oldin qon aralash bo'ladigan bo'lsa, bu tomoq bilan og'iz bo'shlig'i. Agar bronxdan bo'ladigan bo'lsa, u balg'amdan keyin yoki balg'am aralash qon.